Mana oxirgi 2026-yilda makkalarni ekonmiz. O'zduman selkada. Selgan ishlashlari zo'r. Zo'rlanyapti, tashlab olmayapti. Yil selka oluvdi, narxlari ham chiroyli qilib berishdi, baraka topishsin. Ko'tarish ham yengil. Belar 82 bemalol ishlatyapti. Hasanboyda mana 2026-yilda oxirgi makkaga holanib ekonmiz. Mana bitta makka chiqdi. Mana yana ishlash jarayoni zo'r. Ko'z tegmasin. Faqat shu ekilgan joylarini topib olish qiyinroq makkani. Hozir o'ngga qo'yilgan. Kompyuterlari ham zakonni ishlab turibdi. Mana uzunligi 200 metr bo'lgan paykal oxirgi ekilishlarimiz. Tashash, legirovka, chuqurlik hammasi ideal. Toshni tashlab beryapti. Ariq ochadiganlarni o'zimiz samodelni qo'yganmiz. Xudoga shukr, bu ham sharmanda qilmayapti. O'rtada mana Makka Mamutga ekilgan. O'rtada ochib ketyapti ocharlari. İşlash jarayonini ham ko'rsataman. Ya bismillah. Mana uruv to'xtasam to'xtayapti. Tursam mana yana ekish davom etyapti. Qarorroq o'tgan bo'lishi mumkin. Tavsiya qilamiz, olinglar.